Qizlarjonlar, qaynatilgan guruchim ustiga yoki makaronlarimiz ustiga mana shunaqa qayli tayyorlamoqchiman. Buning uchun xolodilnikda bor mahsulotimizdan foydalansak bo'ladi. Uy sharoitida o'zimizga loyiq ozginagina, mazzaligina, ishtaha ochar ovqat deganlardek shunaqa qayli tayyorlamoqchiman. Go'shtni kubik-kubik to'g'rab, mana shunday qizarguncha qovurdim. Endi ja qizilmas, ozgina qizartirib, ketidan piyoz soldim. Kubik-kubik to'g'ralgan piyoz rangiga kiray boshlash izidan bulg'or qalampirni mana bunday to'g'ralgan kubik-kubik bir aralashtirib, ketidan tomat qo'shaman. Mana shunday. Tomatni toza qo'shib ishlatamiz. Tomatni pastani uzoq saqlanish uchun xolodilnikda menda одноразовый qoshiq yoki ko'p marta ishlatiladigan отдельный qoshiq ishlatsangiz uzoq vaqt yaxshi saqlanadi, sifatli saqlanadi tomat. Tomat ham qovurilgach, mana ketidan pomidor solamiz. Pomidor shunda tirsillab, ezilib ketmay yaxshi saqlanadi. Ovqatingizni qancha qaynasa ham butun-butun turadi. Ketidan kubik-kubik to'g'ralgan kartoshkani solamiz. 1-2 aralashtirib, mana bu brokkoli karamidan, bu ham muzlatilgan, magazinda sotiladi. Fasol struchkovaya, yana lovyani yetilmagan mana shunday morozilniklarda, magazinlarda bo'ladi, paketlarda sotiladi. Shulardan olganman. Ozgina mana shunday qo'shib, bir aralashtirib, ketidan suv solaman. Ozgina tuz, murch sepaman tabga ko'ra va qaynagani qo'yaman. Biqir-biqir qaynab, 15 minutda kartoshka yumshagach, mana bugun guruch qaynatgandim. Guruch bilan yeymiz. Ustidan mana zelinlarni sepib olib, mazza qilib yeymiz. Hammaga yoqimli ishtaha.